Assalomu alaykum hammaga. Bugun tildagi o'zgarishlar orqali ichki organizmimizda qanday kechinmalar kechayotganini aniqlashning yo'lini ko'rib o'tamiz. Va bu aniqlashlar davomida biz qanday muolaja qilib ularni davolash yo'lini ham gaplashib o'tamiz. Hop, birinchisi tilimizda uchrab turadigan va ko'pchiligimizni boshidan o'tgan bir holat, ertalab turganda og'izda achchiq ta'm va tilni ustini sarg'ish, ya'ni jigarrangga tortgan, o't rangiga o'xshagan rangdagi qarashlar qoplab olgan bo'ladi. Bu oshqozon, o't qopi yoki jigarda o'zgarishlar, balki yallig'lanishdir, balki qizarishdir. Mana shunday o'zgarishlar borligidan dalolat beradi. Ba'zi bir holatlarda taomlanib darhol yotganingizdan keyin, ba'zan esa vaqtida taomlanmaslik natijasida ham bu holat yuzaga keladi. Ya'ni oshqozondagi taom safro yordamida parchalanadi va undan qolgani og'iz bo'shlig'iga achchiq ta'm bo'lib, sfrinterlar orqali chiqadi. Bu ham ertalab turganda og'izda achchiq ta'm, ba'zan achchiq suyuqlik ham va til ustidagi jigarrang, ya'ni o't rangiga o'xshash rangdagi qarashlar paydo bo'lishiga olib keladi. Oq va qalin qarashmalar esa oshqozonda gastrit borligini bildiradi yoki yallig'lanish yoki qizarish borligidan dalolat beradi. Tilning yon qismlarida yoki lo'nchlarida bo'lgan qizarish, kichik yarachaga o'xshagan qizarish, bu odatda stomatit, ya'ni birlamchi tashxis bunga stomatit deb qo'yiladi. Stomatitni qanday tezroq davolash, bundan xalos bo'lish yo'llarini Telegram kanalimizda batafsil aytib o'tganmiz. Tilni qip-qizil rangga kirishi, xuddi malina rangiga o'xshagan rangga kirishi va yaqindan qaraganda so'rg'ishlari ham ko'rinadigan holatga kelib qolishi, bu odatda infeksiya kasalliklari bo'lib, bu borada infeksiya bo'yicha mutaxassisga murojaat qilish kerak. Keyingisi esa oqamtir sifat kulrang. Bu odatda tilni faqat o'rta qismini qoplaydi xolos. Bu oshqozon ichak va 12 barmoqli ichaklarda o'zgarishlar borligidan dalolat beradi. Buni ham albatta tekshirtirganda 12 barmoqli ichak sohalarini chuqurroq tekshirtirish orqali aniqlash mumkin. Keyingisi esa haqiqiy jigarrang rangdagi qarashmalar bo'lib, ular odatda oddiy aholining ichida uchramaydi, juda ham kam holatda uchraydi. Bu o'pkada qandaydir bir muammo borligidan dalolat beradi. Buni ham albatta tekshirtirib ko'rish kerak. Keyingisi tilni kattalashib, yoriqlar paydo bo'lib ketishi. Buni tibbiyot tilida makroglossiya deb atalinadi. Bunday holatda birinchi bo'lib endokrinologga murojaat qilish kerak. Bu chunki gormonlar bilan aloqador holat bo'lish ehtimoli yuqoriroq. Til yorilishi ba'zan zararli odatlarning bo'lishi bilan ham vujudga kelishi mumkin. Masalan, chekish, ichish va mana shunga o'xshagan tamaki mahsulotlaridan foydalanish orqali yuzaga kelgan bo'lsa, bularni tark etish orqali yana tilni o'z holatiga qaytishini kuzatishimiz mumkin. Ba'zi bir holatlarda kamqonlik, B12 ni ichmasligi, vitamin A ni ichmasligi natijasida ham til yorilishi vujudga keladi. Yana bir toifa insonlarda yoshligidan til yorilgani va uni genida ham bo'lishi mumkin bu holat. Endi tilni asl rangi qanday bo'ladi degan holatga to'xtaladigan bo'lsak, tilni asl rangi och pushti rangda bo'ladi va hech qanday dog'lar, hech qanday bir yaralar bo'lishi kerak emas bu holatda. Agar video davomida biror bir aytilmagan rang bo'lsa yoki tushunarsiz joylar bo'lsa, albatta izohlarda qoldirib keting. Keyingi videolarda uni ham ishlab chiqamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling, o'zingizni va tilingizni asrang.